Bugun biz jentra mashinamizdan 1 daqiqa ichida full shum izolyatsiya qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Ko'z qo'rqoq qo'lib o'tirganlarga birinchi vositalarimizni birin-kettalik bilan yechishdan boshlab oldik. Undan keyin bo'lsa gilam qismimizni akkuratni yechib olib turib, patolog qismimizni ham detallarini yechib olgandan keyin akkuratni chiqarib olsa ham bo'ladi. Har doimgidek ishni tozalikdan boshlab, yaxshilab tozalab chiqib bo'lganimizdan keyin bo'lsa, eshigimizga birinchi sloylarni eng premium mahsulotimizni ham yopishtirsak bo'ladi. Men 4 teshikni yopishtirib bo'lgunimcha, jiyanim polni boshidan boshlab qozonigacha yopishtirib bo'lgan deb gapirib tursam, oxirida o'zingiz roliklar orasida deb rolik qo'limga tutqizib qo'ydi. Hammaylar deb turib, tom qismimizdan birinchi sloylarni ham yopishtirib bo'lib, ikkinchi sloylarni ko'rishingiz mumkin, qanaqa darajada chiqqanini. Patolog qismimizdan ko'rishingiz mumkin, bir deganni yopishtirib olamiz. Bitta unaqa qobiliyati bo'ylasizlar, 1 daqiqa ichida full shum izolyatsiya qila olaman, akalar. Albatta, bu hazil. Qozon pol qismlarimizdan ikkinchi sloylarni yopishtirib bo'lganimizdan keyin bo'lsa, tarpetkamizni ham yechib bo'lsa, tarpetkani yechgunimizcha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Tarpetkamizni ham bo'lsa 1, 2, 3 ta sloy yopishtirib qo'yishadi. Mana shunday qirilgan, chizilgan joylari bor edi, bir to'la separa qoldi. Tarpetkalarimizni ham yig'ib bo'lgandan keyin eshigimizning ikkinchi, uchinchi sloylarini ham yopishtirib oldik. Ha aytgandek, eshiklarni cho'mchalar bilan qilamiz. Shuncha mehnat qildik, endi like bosmaysiz ham uyat bo'ladi endi.